Ve nihoyat bize kutgan gün geldi. Görgenlerinizning Xorazm sport maydonida o'yin boshlandi. Hozir Xorazm va Qiziriq jamoalar o'rtasidagi o'yin bo'lib turibdi. Ya'ni bu o'yin sinov o'yini bo'lib turibdi. Ya'ni mana bu maydonda talaba javob bermaslik uchun sinov o'yini bo'lib turibdi. To'liq o'yinlar qachon boshlandi deganlar uchun hozircha bera var tizimi hali yetib kelmagan. Var tizimi yetib kelgandan keyin to'liq o'yinlara bu yerda o'ynashga ruxsat beriladi. Ya'ni var tizimi hozir zakaz berilgan. 10-15 kun ichida keladi deb turibdilar. 10-15 kun ichida var tizimi kelgandan keyin Xorazm futbol klubining o'yinlarini biz mana shu yerdan xudo xolasa qo'llab-quvvatlab baliyat turishimiz mumkin bo'ladi. Ko'pchilik odamlar savol berdi. Gazon sun'iy ekan, bizdan esa javob beraman, yana bir narsa deb ko'pchilik odam savol berdi. Bu narsa o'sha mutaxassis tomonidan o'rganilib, tekshirilib, keyin bu narsaga ruxsat berilgan. Ya'ni bemalol qo'rqmang, futbol o'ynasa bo'ladi. Aynan shuning uchun ham hozir sinov o'yin bo'lib turibdi. Var tizimi kelgandan keyin to'liq o'yinlar boshlanadi. Xulos, xudo xolasa 10 yo 15 kun ichida to'liq ishga tushib, biz aynan mana shu yerdan o'zimizni Xorazm futbol klubini jamoasini qo'llab-quvvatlasak bo'ladi. Keyin yana bir muhim ma'lumot, aynan mana shu stadion ta'minlash uchun 4 milliard so'm pul ajratilgan. Buning ichida men bu gazonni döşash, var tizimini olib kelish va qo'shimcha narsalar uchun 4 milliard so'm pul ajratilgan ekan. Xullas, hammasi zo'r, ko'rganlaringizdek talaba javob beradi aytib, hamma narsani zo'r aytib taxlaganlar. Nasib etsa var tizimi kelgandan keyin siz ham men ham hammamiz kelib, xudo xolasa aynan mana shu muxlislarga o'xshab kelib, o'zimizning Xorazm jamoasini qo'llab-quvvatlaymiz degan umiddamiz. Bugungi o'yinimiz, ya'ni hozirgi sinov o'yinimiz ham menimcha 1-1 hisobda tamom bo'lsa kerak. Xulosa shunaqa gaplar, shu ma'lumotni sizlarga aytib yetkazib qo'yganim videoni Xorazm futbol klubini jamoasini baliyat etadigan va umuman Xorazmda futbolga qiziqadigan hamma tashlab yuborib qo'ysangiz bo'ladi. Xudo xolasa 10 yo 15 kundan keyin bu yerda o'yinlar bo'lib o'tadi, menimcha.